Biz Agarabankdan chiqdik. Sizlar uchun 312 qaror bo'yicha 100 millionlik kreditlarimiz bor. Yangi misol guvohnoma olingan bo'lsa, hisob raqami ochilmagan bo'lsa bankda, yangi ochib turib ham 1 yilga to'lgan bo'lsa guvohnomalarga kredit olsalar ham bo'laveradi. Yana boshqa bankda hisob raqamlar ham bor. Bizda ko'chirib turib, bizdan olsalar ham bo'laveradi. Yo'nalishlarimiz bor. Hamma yo'nalishlarda sizlar tadbirkorliklar nima yo'nalishda bo'lsa, hammasi bor. Muddati 5 yilgacha. 5 yil muddatgacha beriladi. Ayollar 19% dan, erkak kishi bo'lsa 21% dan beriladi kreditlar. Hammasi shu orqali beriladi. Yana u misol uchun ishni qilmoqchi bo'lsalaring, aynan o'sha ishni qilmoqchi bo'lsalaring, olib turib oldindan qilinadi. Pulini o'tkazib beriladi. Nima savollar bor bizga?